Hurmatli parkentli akalar, gipsakarton narxlari ko'pchiligi qiziq bo'layotgan ekan. Hozir внутренний ishlar boshlanganligi uchun hozir men sizlarga Ulug'bek akam boshchiligida qisqacha gipsakartonlarni chiroyli qilib narx-navolarni yoritib beraman. Bir dona like bosib qo'yasizlar. Ulug'bek aka charchamadingizmi aka? Xo'p, birinchi gipsakartonimiz qanaqa gipsakarton? Bu gipskarton Forus kompaniyasining gipskartoni Forus Stena, prostoy Stena deyiladi. Aha. 45 ming so'm optom narxini qo'ydik. Aha. Bo'ladiganda 45 ming. Bo'ladigan 45 ming so'm qo'ydik. Xo'p, keyingisi aka. Bu Vero, Vero, xo'p. Patolog. Patolochnik, xo'p. Optom narxi 58 ming so'm. Kelishtirib beradigan joyi bor buni. Kelishtirasiz buni. Kelishtirib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingisi aka. Buni narxi Vero Stena. Vero Stena, xo'p. Laga stoyki. Aha. Buni narxi 60 ming so'm. Agar optom narxida ko'proq oladigan bo'lsa, 58 ming so'm bunaqa beraman. Qilib berasiz. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi aka, qanaqa gipsakarton bu? Keyingisi Aziya, patolochniy. Aha. Buni qanchadan chiqarib berasiz? Buni optom narxi 40 ming so'm chiqadi. 40 ming so'm qilib berasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingisicha. Keyingisi Forus kompaniyaniki. Aha. Bu ham Aha, bu qanaqa? patolog. Patolochniymi? Xo'p. Necha pul chiqarib berasiz bizani Bu kuzatuvchi? misol 40 ming so'm deyilishi. 40 ming Optom so'm. narxi 39 ming qilib beryaptik. Bo'ldi. Mana obunachilarimga 38 ham qilib berasiz. Qilamiz. Keyingisicha. Bular endi stenalar, bu xuddi o'shaning stenasi. Aha. Boya aytilgan narxda bu oddiy misol birinchi, ikkinchi sortda bo'ladi. Bu qancha qilib berasiz? 44 ming qilib beraman. 44 ming qilib qilib beraman. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli do'stlar, ko'rayotganlaridek gipsakartonlarni imkon qadar arzonroq qilib berishga harakat qilyapti Ulug'bek akam. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beradi. Mana obunachilarim yana ozgina skidka qilib berasiz, xudo xolisa. Mashinalar bor, olib ketishga. Dastlabki xizmati bor. Bo'ldi, hurmatli do'stlar, manzilimiz o'zimizni Parkent tumani Atfidagi Taxta bozor ichida joylashgan. Kelsanglar chiroyli qilib mana shu yoqdan ishlarni bitirib ketsanglar bo'ladi.